Assalomu alaykum ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari. Yaqinda yanvar oyining oxirlarida Turkiyada o'zbekistonlik vatandoshimiz, Turkiyaning Istanbul shahrida o'zbekistonlik vatandoshimiz Durdona Hakimova o'ldirilib, jasadlari bo'laklarga bo'linib, qoplarga solinib, musor konteyneriga tashlab ketilgan xabarlari tarqaluvdi. O'sha jinoyatni qilgan insonlar ikkita o'zbekistonlik yigitlar bo'lib chiqdi. Ular qo'lga olindi va jinoiy javobgarlikka tortildi, tergovga tortildi ular. Keyin ma'lum bo'lishicha, o'sha paytda Durdona Hakimova bilan o'sha Turkiyada Istanbul shahrida bitta uyda yana bitta qiz Sayyora Ergashaliyeva ham yashagan. U qiz ham yo'qolib qolgan o'sha kuni. Vatandoshlar, ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari shu kanalimga obuna bo'linglar, videolarga like bosinglar. Kommentariyada fikrlaringizni bildirib qoldiringlar. Obuna bo'lish tugmasini bosinglar. Kanalimga obuna bo'lsangizlar, o'shanda yangi chiqqan videoroliklardan, qiziqarli videoroliklardan xabardor bo'lib borasizlar. Kanalimni qo'llab-quvvatlanglar. Kanalimni va videolarimni yaqinlaringizga, tanishlaringizga, do'stlaringizga tavsiya qilinglar. Hammangizdan Alloh rozi bo'lsin. O'sha Durdona Hakimova o'ldirilgan payti Turkiyaning Istanbul shahrida Sayyora Ergashaliyeva yana bitta vatandoshimiz ham bo'lgan. U qiz ham 28-dekabr 2025-yilda O'zbekistondan Turkiyaga kelgan, ishlagani, keyin 23-yanvar 2026-yilgacha oila a'zolari bilan gaplashib turgan, aloqada bo'lib turgan. Keyin 23-yanvardan keyin Sayyora Ergashaliyeva aloqaga chiqmay qo'ygan oila a'zolari bilan. Keyin o'shandan keyin Sayyora Ergashaliyevani oila a'zolari, ota-onasi undan xavotir olib Turkiyaga uni izlab kelishgan. Keyin Turkiya politsiyasiga xabar berishgan, xotin-qizlar raislariga xabar berishgan. Keyin ma'lum bo'lishicha, o'sha Durdona Hakimovani o'ldirgan ikkita bola Sayyora Ergashaliyeva Durdona Hakimova bilan bitta uyda bir oydan beri yashab kelishgan. Keyin o'sha kuni Durdona Hakimovani o'ldirgan kuni o'sha ikkita bola Sayyora Ergashaliyevani ham 23-yanvar 2026-yil 23-yanvar kuni Sayyora Ergashaliyevani ham o'ldirishgan va bo'laklarga bo'lib uni jasadini qopga solib musor konteyneriga borib tashlashgan. U video kameralarga tushishgan. U bolalar ko'chada o'shani olib jasadini qopda ko'tarib ketayotganlarida. Xudo ko'rsatmasin, hammamizni bevaqt o'limni Alloh taolaning o'zi asrasin. Yomon ishlardan asrasin hammamizni. Faqat bu dunyoga kelgandan keyin yaxshi ishlar qilaylik, yomon ishlardan uzoqroq yuraylik. Vatandoshlar, savob ishlar qilaylik, yaxshi ishlar, yomon ishlardan uzoqroq yuraylik. O'zini vatandoshi o'zbek bo'lib, o'zini vatandoshlarini o'ldirib, qopga solib, musorga tashlab, bu ish yaxshi ish emas. O'sha bir ikkita yomon insonlarni deb, o'zbek vatandoshlarimiz deb qolgan, yaxshi ishlab yurgan, Turkiyada, Rossiyada yaxshi ishlab yurgan vatandoshlarimiz ham jabr ko'radi. Keyin o'sha bir ikkita yomon insonlarni deb qolgan, yaxshi ishlab yurgan insonlarni ham hukumat, ichki ishlar xodimlari, boshqalari yomon ko'rib, ularni ham keyin ushlab deport qilishni boshlaydi, yomon ishlarni qilishni boshlaydi ularga. Kasri bir ikkita yomon insonlarning kasri qolgan yaxshi ishlab yurganlarga ham tegadi. Shuning uchun hammamizga Alloh insof bersin, yomon ishlardan o'zi asrasin. Faqat yaxshi ishlarni qilaylik bu dunyoda. O'sha o'lgan Sayyora Ergashaliyeva va Durdona Hakimovani oxiratlari obod bo'lsin, joylari jannatda bo'lsin. Yaqinlariga sabr tilayman. Hammangizdan Alloh rozi bo'lsin, vatandoshlar.
Yurtimiz tinch bo'lsin, osmonimiz musaffo bo'lsin. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog' bo'lasizlar vatandoshlar.